Bunaqangi erinmasdan fundamentdan tomigacha bo'lgan har bitta ishlarda, har bitta remont ishlarini alohida video qilib, rasm qilib, hattoki albom qilib qo'ygan odamni har doim ko'ravermaysiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Tarozi mahallaga kelganmiz. Bu yerda sotiladigan 3,5 sotixga yaqin bo'lgan hovlimiz chiqqan. Kelinglar shu hovlimizda chiroyli qilib obzorini qo'yamiz. Xonadonimiz aytib o'tganimdek 3,5 sotixga yaqin tekstur burchak holatda joylashgan ekan. 7 ta yashash uyi, alohida oshxona, 3 ta alohida sanuzelari bor ekan, podvallari ham bor. Bu uyimizni 80% pishgan g'ishtdan qilishgan ekan. Uyimizning remontlarini ham dizayn interyer orqali juda ham chiroyli qilib, har bir detalga o'zgacha yondashibdi. Tizimlarni, katyorlarni qo'yib, radiator atapinalar bilan isitilar ekan. Hamma xonamizda bir xil harorat bo'ladi, hech qanaqangi shamollab qolish bo'lmaydi. Birinchi qavatimiz yashashga tayyor holatda, ikkinchi qavatimiz bo'lsa aboyga tayyor holatda qilib qo'yishibdi. Kelinglar endi uylarimiz ichini bir nari ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu xonadonimizda lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda joylashgan. O'zi Tarozi mahallani bilganlar juda yaxshi biladi. Gaz, suv, svetdan bu hududda umuman muammo yo'q. Maktab, masjid, bog'cha hammasi juda ham yaqin masofada joylashgan. Endi narxiga keladigan bo'lsa, narxini egalab 105 ming. Gapda agarda biz 7-qavat kanalimiz orqali keladigan bo'lsa, sizga yana ham narxini tushirib beraman deyapti. Videomizga bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ysa juda ham manfaatli bo'ladi. Bunaqangi xonadonlar har doim chiqolmaydi.